Hammaga assalomu alaykum. Pau 212 mashinamizni olib kelgandik. Bunga o'zi qonunli kuzov bronli plyonka urilyapti. Hozir bu morda qilish jarayoni. Mordalarga shunaqa o'zi bronli plyonka urib beryapmiz. Va buni oldi qismlariga reshotka o'rnatganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu защитный setka radiator uchun qo'yiladi. Va bunga qilinadigan ishlar salon qismlariga laminatsiya qilib berdik. Va tonirovkalar xudo xolasa ertaga qilib beramiz. Nasib bo'lsa. Bu yerda ham Lisan L9 mashinani oldi laboratoriya qismlarini almashtirib beryapmiz. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlarimiz qiziq bo'lsa agar Magic Avtoga murojaat qilishlaringiz mumkin.